Singillarim, ukalarim, kelinglar yaqinroq. Nidor G'animat, yaqin turib olamiz. Qani hozir bugun diskont tomonidan ajoyib sizlar uchun shou dasturi uyushtirib beriladi. Mana marhamat ko'rib turganingizdek sovg'alar sizmi? Yorbek. Yorbek, qoyil. Navoiylikmisiz ekanlarsiz? Navoiydanmisiz? Qoyil. Xo'p, qarang, hozir bitta o'yin o'ynaymiz. Men nima desam, o'shani takrorlab berishingiz kerak, to'g'rimi? Xo'pmi? Sizlar tushundingiz, ha? Nima desam, o'shani qaytarib berasiz. O'ynaymiz. Xo'p, demak, hayot o'yinini o'ynaymiz, xo'pmi? Bu qizimiz hozir o'yinni ko'rgan ekan, sal qiyinlashtiramiz endi, xo'pmi? Ha yoki yo'q o'yinini o'ynaymiz. Savol beraman. Ha yoki yo'q deb javob bermasligingiz kerak. Tushundingiz, ha? Demak, boshladik. Ismingiz nima? Yorbek. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 5-chi. 5-sinfda o'qiysizmi? 6-sinfga o'taman. Qayerda yashaysiz? Jasor 8da. Jasora 8da. Xo'p, telefonda PUBG o'ynaysizmi yo'qmi? Yo'q. Mayli, lekin yaxshi javob berdi. Qo'yil, gap bo'lishi mumkin emas. Kuzatib qo'yamiz. Qani sizga mana shu diskont brendidan telefon bormi sizda?